Hammaga salom, charchamayapsizlar, tuzumtilar. Bugun likviditini darsini ikkinchi qismiga ketdik. Hop, o'tgan videoda men ko'rsatdim. Tak. Likvidlarni to'g'ri topish, aniqlash qanaqa momentlarda to'g'ri keladi. Ko'pchilikda masalan bu yoqda просто tak bittadan low yasab, ketidan yana bitta olib, MSS qilsa, ya'ni zonani tepaga qarab turib bizsa, bu уже как бы yaxshi likvid. В принципе, to'g'ri, hech qanaqa strategiyaligi noto'g'ri kirish bo'lmaydi. No, bu yoqda biz bilamizki, likvid olgandan keyin o'zidan yana bitta likvid tashlab ketish mumkin. No, undan tashqari yana tepada mabodo bu kuchli pastga retest qilsa, bu ko'pincha olmaydi. Mana shunaqa qilib turib, yana keyin likvid o'zidan yana tashlab ketadi. Bu bo'lishi mumkin PDLlarga, liba RLlarga to'g'ri kelishi mumkin. Endi bunaqa momentlarda biz imенно mashim setaplarga qaraymiz. Ya'ni likvid ko'rindimi sizlarga и undan oldingi lowga qarash kerak. Ya'ni undan oldin likvid olingan bo'lishi kerak, yaqin как бы промежуткda. Agar olingan bo'lsa, lekin ham MSS qilgan, zonani buzgan, bu yoqda yana bir marta yana low tashlab ketsa, ya'ni likvid olmasdan, bu yerdan уже сразу точка входа qilsa bo'ladi. Stopni shunda mana lowga. Chunki bundan oldingi likvidni bu olgan. Bayi tepadagi targetdagi likvid liba riskka qarab turib 1.3, 1.4 chiqib ketsa bo'ladi. Kechagi setup bo'yicha qarasak bu yoqda. Trend nima qildi? Likvidni oldi. Highni buzgan yo'q. Pastga tushib turib yana bir marta likvid sweep qilib turib, bu yoqda уже MSS qildi. Trend buzildi. Trend buzilgandan keyin bizga nima? Buzilishi bilan sразу likvid tashladi. Hozir ko'rsatgan как бы setupim bo'ldi, ketdi. Har bitta mana bu lowlar olinmagan likvidlar. Kutamiz. Tak, buni просто men replay qilmoq, чтобы tushunarli bo'lishi uchun sizlarga. Mana bu yoqda har bitta likvidlar olinmayapti. Chunki bu low bundan, bu low bundan, mana bu yerda RLlar biriga harakat qilyapti. Uni по-любому target eng kattasi bu. Oxirisi shu. Shuni olinmayapti и qaytib ketyapti. Yana keldi, yana harakat qilyapti. Ko'rasizlarmi? Omadi. Bu bizning yana bir marta likvidni kuchliligini, ya'ni hali olinmaganini bildiradi. Mana likvidlar yechilmagani, bo'ldi. Biz mana shunaqa setup ko'rsa, ya'ni bittadan low keldi, 2-3 marta buza olmadimi, все. Bu уже kuchli likvid, сразу mana shundan bayga shuni qo'yib qo'yamiz. Stopimizni liba pastga, agar sizlarga bu uzoq bo'lsa, ya'ni слишком katta, masalan 200 punkt слишком katta desanglar, unda biz nima qilamiz? Buni olamizda, ko'rsanglar, yarim soatlikda blok bor. Может trend likvidni olib blokgacha ham tushishi mumkin, uni hech kim bilmaydi. Agar bu katta desanglar, unda mana yarim soatlikda blok слишком как бы 100 punkt orasida juda ham uzoq. Shunga по-любому botga qo'yishinglar kerak. Agar buni kichkina qilaman desanglar, botda oxirgi variant bitta Fuji bor. Даже Fuji kelsa ham pastroq yangi surib qo'ysa bo'ladi, masalan 100 punktgacha. Deyli botda 100 punkt qo'ydingiz, tekis где-то qancha? Birinchi likvidgacha desak, haygacha примерно 1.3 to'g'ri keladi, yaxshi. Order oldik, mana bo'ldi. Kecha примерно orderga kirilganida yana mana shunaqa joydan likvidni olindi. Bunga misol yana qo'shimcha, ya'ni likviddan keyin 1.3 yoki deyli siz bilmayapsiz qayerda chiqib ketishi to'g'ri. Bunaqa momentda mana Fibonacci'ni olamiz, tortamiz, tepagacha buni tortib qo'ysa ham bo'ladi. Bunda уже конкретный 1.6 уже yurib berdi.